Ona. Haydi yursan. Betayin tog'arami teshding. O'zi zot tushdi. Kechga qo'llam onam yana urala. Yoningda biz ham kiramiz, bizdan uyalib urmasalar kerak. O'zlaringcha Superman bo'lasanlar? Sen ne urmading? Menga zakasnoy tayyor bo'lyapti. Qo'ydaq begim. Ana aytdim-ku. Labay onajon. Jonim bolam, kel. Ne otang kelmayapti? Otam kelmasalar meni urasizmi? Bo'ray bo'lmasa. Ona kelmadi-ku uchrashuvga. Sen o'tirasanmi yo'qmi? Ha, keladi, sabr qil. Baxtli bo'ling. Bo'ladi, kelin. Turibdi bu yerda. Ha? Choy damlab kelay. Ona nima bo'rillatib so'kmadi? Mana kelinni ortda yo'q obringni ham tushirmay dedim. Niqsang bo'lasanmi? Voy, bunda is bo'lib ketibdi. Ana shu qo'lim yetmayapti-da. Shunda o'zing olib bergin. Bering, ol. Kelin, siz ovqat qiling. Xo'p, mayli. Yo, uylan birinchi yig'ishtirsin. Uylan yig'ishtir davay. Yo, nimaga asabim o'ynab ha? Ana oshxonani jibran to'g'rilab qo'ysang bo'lar-ku. Ha, yo, birinchi parketlarni qilib olay. Ana shu kaltalik senga mal qilyapti. Mana uni ishlab berasan. Mana ishtoning tushib ketmaydi. Triko bilan remin taqmaydi-ku. Mayli kelinjon, uydagilaringizga salom ayting. Xo'p. Ha, kelin. Ko'chada yomg'ir ekan, qaytdim. Xudoga shukr. Xotin kelib kaltakdan qutuldim.